Akalar, molilarga xushyor bo'linglar. Mana ahvolni qaranglar, bu nimasi endi? Bu bechara novvosda ahvolini qaranglar. Xushyor bo'linglar akalar. Akalar. Tozalab, mana qilib chotga qilib, ko'ryapsizlar mana. Chiroyli qilib ishlov beribdi. Oldi oyoqlarida axlat to'lib yurolmay qolgan bo'lsa, Şoför tayar ekan mana. Horizontal sifatlar. Canvar charchadi. Canvar charchadi. Tortib oling, archa bo'ladi ketdi hozir. Ana servis xizmatini ko'rsatib qo'ydi. Yana 3-4 oy bemalol yuraveradi. Taqacha bu yoq, Taqa qo'yadigan, tuyoq to'g'rilaydigan aka. O'tishlik 922 0608 akalar. Telefon raqamlari. Pul bo'ldi bu aka? 20.5. Bo'g'oz ekanmi bu? 20.5 akalar. Ko'rishamiz aka. Nech pul bo'ldi aka? Nech pul bu? Nech pul? 22. Novosimiz. Aka nech pulga oldingiz? Aka nech pul bo'ldi bu? Oldingizmi aka buni? Sho'q ekanman. Hammani quvib tepadilar. Yo'q, yana Nech pul bo'ldi aka bu? bilmadim aka. Egasi emasmisiz? Bilmadim. Niye koyup ketişti? Genel hakem yo'q. Bitta akalar 500 tepasida novosimiz chiqadi. 500 kilo tepasida novosimiz. Kilon tepasida mana chiqyapti. Aka nech pulga oldinglar? 22 million 900 ga olinibdi akalar mashinamiz mana. 22 million 900 ga. Yana bitta chiqyapti. Aka nech pulga oldingiz? Nech pulga oldingiz? 21 ga akalar olinibdi mashinamiz. Bekus. Kichkinasi chiqyapti akalar. Nech pul bo'ldi aka? Qanchadan qaytdi? 18.5 dan. Danak ekan lekin. Zo'r ekan. 18.5 dan qaytdi. Aka nech pul bo'ldi? 11. Bekus. Punajinimiz 11 ga olinibdi akalar. Ha, 11. Bu mashina katta emadiki. Aka nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi aka? Sotilmadimi? Qaytibdi. Bu haligi nanada savdosi bo'lmadimi? Qaytdi.
Aka necha pul bo'ldi? 25 25 milyon. 25 milyon mu? 25 milyon oldu akalar. 25 milyon. Buka necha pul bo'ldi buka? 242 oldu mu? Ha 42 oldu. 42 oldu. 242 oldu akalar mana. Necha pul bo'ldi aka? Va necha pul bo'ldi katta? Ya'ni katta bu. Shved suzib olib boradi. Necha pul bo'ldi? 15 dan. 15 dan akalar. 3 tasi 45 ga. German shvetimiz ham ketdi. Aka necha pul bo'ldi? 2 tasi 49. Siznikichi tog'a? 24 milyondanmi? Yo 24 milyon. 2 tasi? Xunajinchalar 24 milyon 502 tasi. Uka necha pul bo'ldi? 28,5. Siznikichi? 12,5. 28,5 ikkitasi, 12,5 bittasi akalar. Akalar mana pasoslarimiz. Necha pul bo'ldi pasoslar? O'zgarmas. Qara bo'lib qoldi. 25 milyon. 25 milyon. Aka necha pul bo'ldi? Necha pul bo'ldi? 16. Aka oldinglarmi pasosni? Ham masalan sariq onasi Ha? sariq. Necha puldan? 29 millionga 3 ta akalar. Aka necha pul bo'ldi bu? Necha pul bo'ldi aka? 22 milyon. 22 milyon ikkitasi akalar. Xunajinchalar. Oldinglarmi buni? Oldinglarmi buni? 34,5 ga olinibdi akalar. Yomon ekan, ey. Hamma yo'da tirqiratib beryapti-yu. Aka necha pul bo'ldi? Bu aka necha pul bo'ldi? Tefarat ehtiyot oling. Necha pul bo'ldi? Aka qanchaga oldingiz? 20 ga 3300 kam. 20 ga 300 kam. 20 19 ga 7. Milyon 700. 19 milyon 700 ga aka. 19 milyon 700. Akalar realni qaytganlari, savdosi bo'lmagan, olinganlarini so'raymiz. Necha pul bo'ldi aka? Bu aka necha pul bo'ldi? 15. Xunajinchamiz. 8 oylik bo'g'oz. 15 milyon 8 oylik bo'g'oz. Sotasizmi? 15 milyon 8 oylik bo'g'oz akalar. Makta yana savdosi bo'lyapti. Savdosi bo'lyapti buni? Yo'q, bu bo'ldi aka, oldim. Oldingizmi? Ha, olib ketishganmi o savdo? Ha. 16 milyon 700 ga oldinglarmi buni? 19 milyon. Ha, 19 milyon 700 ga. 19 milyon. 19 milyon 700 ga olindi akalar. Aka necha pul bo'ldi? Qaytdimi? Qanchadan? 20 dan qaytdi. Aka sizniki necha pul bo'ldi? Bu ham qaytdi. Shved necha pul bo'ldi aka? Qanchadan qaytdi? Ha? So'ramadingmi?
Shvetimiz so'ramabdi akalar necha pulga qaytdik. Tog'a pasos necha pul bo'ldi pasos? Qanchadan qaytdi? 10 milliondan akalar. Bozor hali akalar tugagan yo'q. Bozorlar gavjum. Bozor hali tugamadi. Chiqqanlarni so'raymiz. Necha pul bo'ldi aka? 44 ikkitasi. Buqalarimiz akalar 22 dan 44 ga. Buchi bu? Rastichki sigirimiz ekan. Tog'a necha pul bo'ldi? Qanchadan qaytdi? 14,5 dan qaytdi akalar xunajinimiz. Buqa necha pul bo'ldi buqa? Qaytdimi haliga? Qaytibdi haliga akalar. Necha pul bo'ldi? 21 ga oldingizmi? 21 ga olinibdi akalar, mana qaranglar mana. Danak. Aka necha pul bo'ldi? Mana onimiz hali 530 kilolik sheriklari. Hozirgi necha pul bo'ldi aka? 24,5 bo'ldi hozirgi.